بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم azizlar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni mu'min musulmon qilib yaratdi. Siz va bizlar uchun mana shu dunyoda fazilatlarga, yanada savoblarga erishmoqligimiz uchun ham Alloh azza va jalla bizga katta buyuk bir ne'matlarni berdi. Qur'onni nozil qildi, namozni buyurdi, ibodatlarni buyurdi va mana shu ibodatlarimiz ila Alloh azza va jallaning savoblariga musharraf bo'lib, jannatga dohil bo'lishlik imkoniyatini Alloh berdi. Ba'zan biz o'zimiz yoshligimizdan beri aytib yurgan ba'zi kalimalarimiz bo'ladiki, buni ma'nosiga, buni fazilatiga e'tibor qilmaymiz. Mana shunday kalimalardan bittasi Bismillahirrohmanirrohim kalimasidir. Ha azizlar, yosh bolamizdan boshlab to yoshi katta bo'lgunga qadar ta'lim beradigan, hammamiz bir-birimizga o'rgatadigan mana shu Bismillahirrohmanirrohim kalimasi eng buyuk zikrlardan bittasidir. Biz buni ovqat yeyotganda ham, ko'chaga chiqayotganimizda ham, har qanday ishimizda bismillohni aytamiz va aytishligimiz ham zarurdir azizlar. Bismillahirrohmanirrohim to'g'risida gapirar ekanmiz, buning fazilatlari to'g'risida biz kullab gapirishimiz mumkin. Lekin bugun bir karra eslatib qo'ymoqchimizki, yanada bismillah kalimasiga Alloh muhabbatimizni ziyoda qilsin. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytib marhamat qiladilarki, qaysi bir ishiki bismillah bilan boshlanmas ekan, u ishni oxiri abitar dedilar. Qarang, abitar degani orqasi kesik degan. Qanaqa ish bo'lsin, agar u bismillah boshlanar ekan, uning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Uning oxiri yo'q. Shuning uchun ham albatta biz bismillah kalimasini aytishimiz kerak. Ibodat qilishni boshlaganimizda ham bismillohni aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim deganni avvalida boshlayman degan bir so'z bor azizlar. Ya'ni men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan qiroat qilishlikni boshlayman. Men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan mana bu ishni qilishlikka kirishaman. Men Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan avtoulovimni minishlikni boshlayman. Va hokazo. Bu bandani Allohning oldida hokisor ekanligini va Allohning quvvati yordamisiz hech narsa qila olmasligini nishonasi bo'lar ekan. Allohdan yordam so'ragan bo'lamiz. Robbim, men bu qiroatni ham, ibodatni ham yoki mana bu ishlarimni ham seni yordamingsiz qila olmayman. Shuning uchun men seni noming bilan, seni isming bilan boshlayman deyapti. Va albatta bu ish uchun Alloh baraka beryapti. Agar shunday bo'lmasa, u ish barakasizdir. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakaralloha 'inda dukhulihi va 'inda ta'amihi qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la 'asha'a." وإذا دخل فلم يذكروا الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكروا الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Qarang, agar bir banda deyapti Payg'ambarimiz alayhisalom, uyiga kirayotgan mahalda Bismillahirrohmanirrohim deb kiradigan bo'lsa yoki taom yeyotganda Bismillahirrohmanirrohim desa, shayton o'zini askarlari bilan odamlarning uyiga kirishga harakat qilar ekan. Bir narsani doim yodimizda tutishimiz kerakki, azizlar, shaytonlar va jinlar hech qachon osmondan tushmas ekan yoki bir tuynukdan kirmas ekan. Ular faqat eshikdan kirar ekan. Shunga buyurilgan, boshqa joydan kira olmaydi. O'shuning uchun shayton hammamizni eshigimizni, darvozamizni oldida poylab turar ekan. Agar biz Bismillahirrohmanirrohim deb eshikni ochadigan bo'lsak, shayton aytar ekan o'zini orqasidagi izdoshlariga qarab, bugun bu yerda sizlarga tunaydigan joy yo'q, ovqat ham yo'q, qaytib ketinglar. Natijada haligi shayton bilan jinlar uyimizga kirmasdan qaytib ketar ekan. Ularni to'sib qo'yamiz ekan bismillah bilan. Agar deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kim biror bir uyga kirsa-yu bismillah demasdan kiradigan bo'lsa, eshik tagida poylab turgan shaytonlar va jinlar aytar ekanki, adraktumul mabita val asha, mana bizga yashaydigan, tunaydigan joy va ovqatimiz shu yerda deyarkan. Qarang, Alloh o'zi saqlasin.
Bu hadis payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan bizga ta'lim. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar bismillah eshikni ochadigan bo'lsangiz, uyingizga shaytonlar kirib olar ekan, jinlar kirib olar ekan, taomingizga sherik bo'lar ekan. O'shaning uchun hech qachon eshikni ochayotganda bismillah kirmaslik kerak ekan. Shunda qulfni ochayotganda bismillahirrohmanirrohim deng. Mashinangizga minayotganda bismillah deb oching, toki shayton, jinlar kirmasin, sizni vasvasa qilmasin. Bu qanchalik ham bizga fazilatli ekanini biling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, agar inson kiyimlarini yechadigan bo'lsa, bir hech kimni ko'zdan xoli bo'lgan holatda shaytonlar, jinlar ko'rib olar ekan. Ammo lekin kim bismillohni aytadigan bo'lsa, inson bekiyim turgan holatida ham shayton, jinlar ko'ra olmas ekan. Mana bu narsa ham Alloh azza va jallani bizlarni shaytonlar oldida satr bo'lishligimiz uchun bismillah orqali bizga Alloh muvaffaq qilar ekan. Shuning uchun albatta bismillohni aytib kirishimiz kerak. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hatto hojatxonaga kirishdan oldin ham, hammomga kirishdan oldin ham darvozani oldida bismillah aytishlikka o'rgatganlar. Toki shayton bizdan noumid bo'lsin. Undan tashqari azizlar, taomlarimizga ham shayton bizga sherik bo'lmasligi uchun biz mana shu bismillohda aytishimiz kerak. Va yana bir narsaki, hatto uyimizni berkitayotganimizda ham bismillah bilan berkitadigan bo'lsak, shayton bizga hech qachon kira olmas ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan bo'lgan hadisda aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Ida kharaja min baytihi", kim biror uydan chiqsa-yu va aytsa bismillahi tavakkaltu alallohi la havla va la quvvata illa billah, unga nido kilinar ekanki, senga kifoya qilindi, seni uying himoyalanadi, shaytonlar bundan nahiy qilinadi, qaytarilar ekan. Qarang, birgina bismillahirrohmanirrohim kalimasini aytib qo'yishlik bilan uyingizdan shaytonni qo'yisiz ekan. Shunday ekan, bolalarimizga bismillah kalimasini ko'proq o'rgataylik. Va shuning bilan birga ma'nolariga bir qator e'tibor beraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Rahmon degani azizlar, dunyoda kofir va musulmonning hammasiga mehribon. Haqiqatda ham Alloh Rahmondir. Dunyoda Allohni yo'q degan millatlarga ham o'zining ne'matini berib turibdi. Rahim degani esa bu mo'minlarga xos bo'lib, u dunyoda qiyomatda faqat mo'minlargagina mehribon, rahimli bo'lgan Alloh degan ma'noni berar ekan. Ana endi o'sha ma'no bilan bismillohni aytib ko'ring-ya. Bu dunyoda kofir va musulmonga mehribon, u dunyoda faqat mo'min musulmonlargagina rahimli bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman. Qanday ham go'zal kalima. Va shunga endi o'zimiz amal qilishimiz kerak. Biz bu dunyoda hammaga Alloh mehribon ekanligini bir kunda qayta aytsak-ku, o'zimiz bemehr bo'lsak, u dunyoda qiyomatda mo'min va musulmonlarga Alloh rahimli ekan desak-ku, o'zimiz berahim bo'lsak, unda bismillohdan ko'zlagan maqsad yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizga bismillah ila tarbiyalanishlikni o'rgatdilar. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla Mudassir surasida va alayha 19 oyatini keltiradi. Bu degani do'zaxda 19 ta azoblaydigan farishta bor ekan. U farishtalar Allohga isyon qilmaydi. Qanaqa azob bo'lsa qilaveradigan, qancha Alloh buyursa shuncha buyrug'ini maromiga yetkazadigan farishtalar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim bismillahirrohmanirrohimda aytib yursa, Alloh azza va jalla ana shu 19 ta azob farishtasidan saqlar ekan bu bandan.